Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamsiz qitinglar, ekranimiz bo'lsin. Kanada hukumati Xitoyning Haykang shirkatini qora tizimlikka kirgizdi. Kanada hukumati davlat bexatarligi andisi sababli Xitoyning ko'zitish kamerasi shirkati Haykangning Kanadadagi tijoratini to'xtatish buyrug'i tushirdi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida muhim rol o'ynagan mazkur shirkat ilgari Amerikaning jazo tizimligiga kirgizilgan edi. BBCning aloqador xabarida bildirilishicha, Kanada sanoat ministri Melanie Joly 27-iyundagi bayonotida bu haqdagi qarorni e'lon qilib, davlat bexatarligi andisi sababidan Kanada hukumatining Xitoyning ko'zitish kamerasi yasash shirkati Haykangning Kanadadagi tijoratini to'xtatish haqida buyruq tushirganligini uqtirgan. Kanada o'tgan yildan tortib Haykang shirkatini o'z ichiga olgan Xitoyning ko'zitish uskunalari shirkatlariga qarata tekshirish boshlagan bo'lib, bu haqdagi uqtirishda mazkur qarorning ko'p qatimliq tekshirish va istixborot organlari ta'minlagan dalil isbotlar asosida chiqarilganligi, Kanada hukumatining Haykang shirkati tijoratini davomlashtirsa, Kanadaning davlat bexatarligiga ziyon yetkazadi deb qaraganligi bildirilgan. Bulardan sirt hukumatning har qaysi bo'limlari, organlari va davlat egiligidagi shirkatlarning Haykang shirkatining mahsulotlarini setib olishi yoki ishiltishi cheklangan bo'lib, bundan keyin qoldiq mahsulotlarning davomli mavjud bo'lib turmasligiga kafolatlik qilindi ekan. Haykang shirkatining bir bayonotchisi shirkatning bu qarorga qat'iy qarshi turadiganligini, mazkur qarorni chiqarishda amaliy isbot, odillik va oshkorlikning kamchilik ekanligini, Xitoy shirkatlariga bo'lgan bir taraflama qarashni aks ettiradiganligini da'vo qilgan. Kanada Haykang shirkatini cheklagan tunji davlat emas bo'lib, 2021-yil 3-oyda Amerika Federativ aloqa komiteti Haykang shirkatini o'z ichiga olgan 5 Xitoy shirkatini jazo tizimligiga kirgizib, ularning Amerikadagi mahsulotlari va mulozimatini cheklagan edi. 2023-yil 2-oyda Avstraliya davlat mudofaa ministrligi bexatarlik andisi sababli Xitoy texnika shirkatlari ishlab chiqargan barliq kameralarni hukumat binolaridan elib o'tgan edi. Angliya Töven palatasi 2023-yil 9-oyda hukumat va harbiy bazalarga Uyg'urlarni bostirishga yordam qilgan Xitoy shirkatlari ishlab chiqargan kameralarni o'rnatishni cheklash haqida qonun loyihasi ma'qullagan edi. Haykang shirkati Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatida Uyg'ur qatorliq turkiy xalqlarni nazorat qilishda muhim rol o'ynagan texnika shirkatining biri bo'lib, inson huquqlari tashkilotlarining izchil tanqidiga uchrab kelmoqda. Bir qism tadqiqot organlari yana Xitoyning Haykang, Dahua qatorliq shirkatlarining chiroytunish texnikasi orqali Uyg'urlarni alohida farqlantirib nazorat qilish maqsadiga yetganligini oshkorlagan edi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining Yevropa ziyorati diqqat qo'zg'adi. Yevropa ittifoqi bilan Xitoyning savdo suhbatida ilgirlash ko'rilmagan bir vaziyatda Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yining bu hafta Yevropa ittifoqi Germaniya va Fransiyani ziyorat qiladiganligi diqqat qo'zg'adi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi oldingi haftadagi axborot yig'inida Xitoy Kommunistik partiyasi markaziy siyosiy byuro a'zosi Tashqi ishlar ministri Wang Yining taklifga binoan 30-iyundan 6-iyulgacha Yevropa ittifoqi bosh shtabi Germaniya va Fransiyani ziyorat qilib, yuqori darajalik suhbat o'tkazadiganligini bildirgan. Bu yil Xitoy bilan Yevropa ittifoqining diplomatik munosabat o'rnatganligining 50 yilligi bo'lib, buni xotirlash uchun kelar oyda boshliqlar uchrashishi o'tkaziladi ekan. Navbatda Xitoy bilan Yevropa ittifoqining savdo suhbati qatmal ahvolga tushib qolgan bo'lib, Xitoy munosabatni asliga keltirishga oldirmoqda ekan. Xitoy bu yil aprel oyida Uyg'urlar masalasida Xitoyni tanqid qilganligi sababli 2021-yil jazo tizimligiga kirgizgan Yevropa ittifoqining 5 parlament a'zosiga yurgizilgan jazoni amaldan qoldirgan edi. Bu yilgi Xitoy Yevropa boshliqlar uchrashishi 24-iyuldan 25-iyulgacha Xitoyning Beijing shahri va Anhui o'lkasida o'tkazilgan bo'lib, oldingi kunlarda Yevropa ittifoqining bir amaldori ikki taraf o'rtasidagi ko'p qatimliq savdo suhbatida ilgirlash bo'lmag'achqa, Xitoy Yevropa boshliqlari uchrashishidan ilgari Yevropa ittifoqining Xitoy bilan yuqori darajalik savdo iqtisod suhbati o'tkazishni rad qilganligini oshkorlagan edi. Undan boshqa Xitoyning siyrak to'pi monopolligi va buni boshqa davlatlarga qarata qoral sifatida foydalanishi, to'liqlama puli orqali arzon baholiq mahsulotlarni chet elga to'kma qilib setishi
to'kliq avtomobil bozorini qalaymaqon qilishi qatorliq qilmishlari Yevropa davlatlariga mo ta'sir ko'rsatayotgan bo'lib, yaqinqi mezgillarda Yevropa ittifoqi buningga taqobil turish uchun ko'plagan tadbirlarni yo'lga qo'ymoqda yoki o'ylashmoqda. Xitoy Yaponiyaga qaratgan import cheklamasini qisman amaldan qoldirdi. Xitoy Yaponiyaning dengiz mahsulotlari importiga qaratilgan uzun yillik cheklimini qisman amaldan qoldirgan bo'lib, mazkur qarorning xalqaro va Xitoy ichidagi avrishkilarni uzun muddat tekshirish jarayonida hech qanday benormallik bayqalmaganligi uchun chiqarilganligi bildirildi. Xitoy 2023-yili Fukushima yadro elektr stansiyasidan tozalangan radioaktivlik keraksiz suvning Tinch okeanga qo'yib berilganligini bahona qilib, 2023-yili Yaponiyaning dengiz mahsulotlariga umumyuzlik import cheklamasi yo'lga qo'ygan edi. Tamojna idorasining bayonotiga asoslanganda, navbatda Tokio va Fukushimani o'z ichiga olgan Yaponiyaning 10 rayondan keladigan ba'zi dengiz mahsulotlarining Xitoyga import qilinishi yanada cheklandi ekan. Yaponiya qolgan 10 rayonga qaratilgan cheklamaning butunlay bekor qilinishi uchun Xitoyga besim ishlatishni davomlashtiradiganligini e'lon qilgan. Cheklamani qisman bekor qilish qarori Yaponiya hukumatining Xitoyga eksport qilinadigan mahsulotlarning bexatarligi va sifatiga kafolatlik qilgandan keyin qabul qilingan. Xitoy 2023-yili avgust oyida bexatarlik bahonasi bilan Yaponiyaning dengiz mahsulotlariga cheklama qo'ygandan keyin Yaponiya hukumati buningga kuchli norozilik bildirgan edi. Turkiya Iran va Amerikani mangulik kelishim tuzishga chaqirdi. Turkiya Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan havo hujumlari va kuchayayotgan jiddiychilik davridan keyin Iran bilan Amerikaning suhbat o'tkazish irodasi borligini bildirib, mangulik tinchlik uchun kelishim tuzishning zarurligini aytdi. Hakan Fidan Isroiliyaning Ironga qaratgan hujumlari bilan boshlangan to'qinish haqida to'xtalib, urushlarning yuz bermasligi va navbatdagi urushlarning oxirlashishi ham bizning ham rayonimizning manfaati uchun degan. U bu urushning faqat ikki davlatga emas, butun rayonga zo'r badal elib kelganligini tilg'aylab, ikki davlat orasida 1000 kilometrdan ortiq oraliq bor hamda o'rtaq chegara yo'q. Shuningdek, bu urush chegaralarni hal qilgan, boshqa davlatlarni mo o'z ichiga olgan bir ahvol dedi. Hakan Fidan yana Isroiliya Ironga hujum qilgan kechasi Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubio'dan telefon kelganligi haqidagi so'zlarga qarata, shundaq bir suhbat o'tkazildi dedi. Va Amerikaning aslida bir hujum yuz bergan taqdirda bu hujumda vazifa o'tamaganligi, hech qanday roli bo'lmaganligi uchun Ironliklarning o'zlariga hujum qilmasligini, agar hujum qilsa buningga nihoyat qattiq javob qaytaradiganligini bildirganligini, shundaqla bu nuqtada rayonda turishliq Amerika qismlarining bexatarligidan andisha qilayotganligiga doir ba'zi masalalarni o'ttirg'a qo'yganligini bayon qildi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmani ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.